Dikkat! 1975 yilgacha tug'ilgan yurtdoshlar, ayniqsa pensiyaga yaqinlashayotgan erkaklar va ayollar uchun bu ma'lumot juda muhim. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. 25 avgustdan boshlab hujjatlar, ish staji, ish haqi ma'lumotlari va pensiyaga chiqish jarayonida e'tibor beriladigan tartiblar bo'yicha ayrim muhim jihatlar yanada dolzarb bo'lib qoladi. Bu masala faqat sizning o'zingizga emas, ota-onangizga, aka-ukangizga, opa-singlingizga, qo'shningizga ham tegishli bo'lishi mumkin. Agar siz 1975 yilgacha tug'ilgan bo'lsangiz yoki oilangizda shunday insonlar bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta eski mehnat daftarchasi, bitta noto'g'ri yozilgan familiya, bitta yo'qolgan ma'lumot keyinchalik pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu xabarni yaqinlaringizga yuboring. Men mavzuni shov-shuv bilan emas, amaliy foydasi bilan tushuntiraman. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida odamlar pensiya yoshiga yaqinlashganda hujjatlarni yig'ishni boshlardi. Kimdir 55 yoshga yaqinlashganda, kimdir 6 yoshga yetganda mehnat daftarchasini qidirardi. Eski ish joylariga borardi, arxivdan ma'lumotnoma so'rardi. Ayrimlar ish staji yetarli deb o'ylardi, lekin pensiya tayinlash vaqtida ma'lum bo'lardi-ki, ayrim yillar tasdiqlanmagan, ayrim korxona yopilib ketgan, ayrim maosh ma'lumotlari arxivda topilmayapti. Endi esa vaziyat boshqacha. Hozir davlat organlari, pensiya jamg'armasi, soliq tizimi, bandlik va boshqa idoralar o'rtasida elektron ma'lumotlar almashinuvi kuchaygan. Ya'ni faqat qo'lingizdagi qog'oz hujjat emas, elektron bazadagi ma'lumot ham katta ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. 25 avgustdan keyin muhim o'zgarish deganda men aynan shuni nazarda tutyapman. Odamlar pensiyaga chiqishdan oldin o'z ma'lumotlarini oldindan tekshirtirishi, xatolarni vaqtida tuzatishi, yetishmayotgan hujjatlarni yig'ishi yanada zarur bo'ladi. Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Aytaylik, odam 1999 yildan 1998 yilgacha zavodda ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin korxona keyinchalik yopilgan. Arxivga topshirilgan hujjatlarda esa uning familiyasi bitta harf bilan noto'g'ri yozilgan. Masalan, pasportda Karimova bo'lsa, arxivda Karimova bo'lib qolgan. Shunday kichik farq ham hujjatni tasdiqlashda muammo keltirib chiqarishi mumkin. Natijada odamning 9 yillik staji vaqtincha hisobga olinmay qoladi. Keyin u sudga murojaat qilishi, guvoh topishi, arxivdan qayta izlashga majbur bo'lishi mumkin. Bu esa vaqt, asab va ortiqcha xarajat degani. Birinchi navbatda 1975 yilgacha tug'ilganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki bu yoshdagi odamlarning katta qismi Sovet davrida, 1990-yillarda yoki 2000-yillarning boshida ishlagan. O'sha paytda ko'p ma'lumotlar hozirgidek elektron shaklda yuritilmagan. Ish joyi almashgan, korxonalar nomi o'zgargan, kolxozlar fermer xo'jaliklariga aylangan. Zavodlar xususiylashtirilgan, ayrim tashkilotlar butunlay yopilgan. Shu sababli aynan shu avlod vakillarida hujjat bilan bog'liq savollar ko'proq uchraydi. Masalan, 1938 yilda tug'ilgan erkakni olaylik. U 1996 yilda armiyaga ketgan, keyin 1998 yildan 1995 yilgacha qurilish tashkilotida ishlagan, 1996 yildan 2002 yilgacha bozor sharoitida norasmiy ishlagan, keyin yana rasmiy ishga kirgan. U o'zi 3 yildan ortiq mehnat qildim deb hisoblaydi. Lekin pensiya hisobida faqat hujjat bilan tasdiqlangan davrlar olinadi. Agar 1996-2002 yillar bo'yicha rasmiy ish haqi, soliq yoki mehnat shartnomasi bo'lmasa, bu davr muammo bo'lishi mumkin. Yana bir misol. 1972 yilda tug'ilgan ayol 1990 yildan tikuv sexda ishlagan, keyin farzandli bo'lgan, bir necha yil uyda bola parvarishida bo'lgan, keyin maktabda texnik xodim bo'lib ishlagan. Uning mehnat daftarchasida bir davr yozilgan, ammo dekret ta'tili va bola parvarishi bilan bog'liq hujjatlar to'liq emas. Bunday holatda qaysi davr stajiga kiradi? Qaysi davr kirmaydi? Qanday hujjat kerak bo'ladi? Buni oldindan aniqlab olish juda muhim. Chunki pensiyaga hujjat topshirilayotgan kuni buni bilish kech bo'lishi mumkin. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar siz butun faoliyatingiz davomida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat daftarchangiz tartibli bo'lsa, ish haqi ma'lumotlaringiz elektron bazalarda ko'rinsa, pasport ma'lumotlaringiz, familiya va ism yozilishi hamma joyda bir xil bo'lsa, unda sizda katta muammo chiqmasligi mumkin. Lekin baribir tekshirtirish zarar qilmaydi. Chunki men amaliyotda shuni ko'p ko'rganman.
Odam o'z hujjatlarida hammasi joyida deb yuradi, lekin bitta sana yoki bitta muhr yetishmasligi sababli qo'shimcha ma'lumotnoma talab qilinadi. Endi eng muhim savolga o'tamiz. 1975 yilgacha tug'ilgan insonlar aynan nimani bilishi kerak? Birinchidan, pensiya faqat yoshga qarab avtomatik ravishda katta miqdorda tayinlanmaydi. Pensiya miqdoriga ish staji, ish haqi, rasmiy to'lovlar, ayrim imtiyozli davrlar va hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilgani ta'sir qiladi. Ko'pchilik pensiya yoshiga yetdim, demak pensiya tayinlanadi deb o'ylaydi. Ha, tayinlanadi. Lekin uning miqdori siz kutgandan kam chiqmasligi uchun ma'lumotlarni oldindan tartibga keltirish kerak. Ikkinchidan, eski ish joylari bo'yicha ma'lumotlarni hozirdan qidirish kerak. Masalan, siz 1997 yildan 1994 yilgacha kolxozda ishlagan bo'lsangiz, bugun u kolxoz yo'q. Uning hujjatlari tuman arxivida, fermerlar uyushmasi arxivida yoki boshqa idorada bo'lishi mumkin. Buni pensiya yoshiga bir oy qolganda qidirsangiz, ulgurmasligingiz mumkin. Arxiv javobi ba'zan tez chiqadi, ba'zan esa uzoq vaqt oladi. Ba'zida hujjat topilmaydi, yana boshqa manba izlashga to'g'ri keladi. Uchinchidan, familiya o'zgargan ayollar alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Ko'p ayollar turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasida qizlik familiyasi, pasportda turmushdagi familiya. Arxiv ma'lumotnomasida esa boshqa yozilish bo'lishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani tasdiqlovchi hujjat, agar kerak bo'lsa, FHDYodan ma'lumotnoma olinadi. Bitta hujjat yetishmasa, pensiya tayinlash jarayoni cho'zilishi mumkin. To'rtinchidan, norasmiy ishlagan yillarni odamlar ko'pincha staj deb o'ylaydi. Men buni juda ochiq aytaman. Agar ish rasmiylashtirilmagan bo'lsa, mehnat shartnomasi bo'lmasa, maoshdan tegishli to'lovlar qilinmagan bo'lsa, bu davrni tasdiqlash qiyin bo'ladi. Masalan, odam 10 yil ustachilik qilgan, lekin hech qayerda rasmiy ro'yxatda bo'lmagan. U haqiqatan ham ishlagan, oilasini boqqan, daromad qilgan. Lekin pensiya hisobida isbot muhim. Shuning uchun bugungi kunda ham kim norasmiy ishlayotgan bo'lsa, kechiktirmasdan rasmiylashtirish haqida o'ylash kerak. 5-dan, chet elda ishlaganlar ham o'z hujjatlarini ko'rib chiqishi kerak. Ayrimlar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatlarda yillar davomida ishlagan. Bu davrlar qanday hisobga olinishi ishlagan davlatingiz, rasmiy shartnomangiz, sug'urta to'lovlaringiz va davlatlar o'rtasidagi kelishuvlarga bog'liq. Agar siz chet elda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, sug'urta to'lovlari haqidagi hujjatlarni saqlang. Faqat og'zaki gap bilan bu davrni isbotlab bo'lmaydi. Keling, yanada aniqroq misollar ko'ramiz. Birinchi holat. 1935 yilda tug'ilgan erkak 20 yil rasmiy ishlagan. Keyin qaysi yil norasmiy qurilishda ishlagan. Keyin yana 7 yil rasmiy tashkilotda ishlagan. U o'zini 35 yil ishlagan deb toplaydi, hisoblaydi. Lekin hujjat bo'yicha 27 yil chiqishi mumkin. Bu pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Agar u norasmiy davrni hujjat bilan isbotlay olmasa, o'sha yillar hisobga olinmasligi ehtimoli bor. Ikkinchi holat. 1970 yilda tug'ilgan ayol 1992 yildan 1998 yilgacha do'konda sotuvchi bo'lib ishlagan. Mehnat daftarchasida ishga qabul qilingan yozuv bor, lekin ishdan bo'shatilgan sana yo'q. Muhr ham aniq ko'rinmaydi. Bunda yozuv shubha tug'dirishi mumkin. Unga qo'shimcha arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Agar do'kon xususiy bo'lgan va hujjatlar saqlanmagan bo'lsa, masala murakkablashadi. Uchinchi holat. 1974 yilda tug'ilgan fuqaro hozir ehim yosh atrofida. U hali pensiyaga chiqishiga bir necha yil bor deb xotirjam yuribdi. Lekin aynan hozir tekshirsa, xatolarni tuzatishga vaqt yetadi. Masalan, mehnat daftarchasidagi 2000 yil yozuvi elektron bazada ko'rinmayotgan bo'lsa, u ish beruvchidan ma'lumot oladi, arxivga murojaat qiladi. Soliq ma'lumotlarini tekshirtiradi. Pensiya yoshiga yetganda esa hujjatlari tayyor bo'ladi. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hamma davrlar bir xil tartibda hisoblanmaydi. Masalan, rasmiy ish davri bilan o'qish davri, harbiy xizmat, bola parvarishi, nogironlik bilan bog'liq davrlar, parvarishlash majburiyatlari bir xil hujjat bilan tasdiqlanmaydi. Har birining o'z hujjati bor. Harbiy xizmat uchun harbiy bilet, o'qish davri uchun diplom yoki arxiv ma'lumotnomasi, bola parvarishi uchun tug'ilganlik guvohnomasi va boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasi borligi hammasi hal bo'ldi degani emas.
Mehnat daftarchasi muhim, lekin undagi yozuvlar to'g'ri bo'lishi kerak. Ishga qabul qilish buyrug'i raqami, sana, lavozim, tashkilot nomi, muhr, mas'ul shaxs imzosi bo'lishi muhim. Agar yozuvda o'chirish, tuzatish, ustidan yozish bo'lsa, qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. Ayniqsa eski siyoh bilan yozilgan. Muhr xira ko'rinadigan daftarchalarda bunday holat ko'p uchraydi. 3-nozik jihat. Ish haqi ma'lumotlari pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zida odamning staji yetarli bo'ladi. Lekin ish haqi bo'yicha ma'lumotlar to'liq emas. Agar maosh ma'lumotlar topilmasa yoki kam ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya hisob-kitobida kutilgan natija chiqmasligi mumkin. Shu sababli eski yillardagi ish haqi haqida arxiv ma'lumotnomalarni yig'ish foydali bo'ladi. Ayniqsa odam o'sha davrda yuqori maosh olgan bo'lsa, buni hujjat bilan tasdiqlash uning manfaatiga ishlaydi. 4-nozik jihat. Ayrim odamlar bir vaqtning o'zida ikki joyda ishlagan bo'lishi mumkin. Masalan, asosiy ish joyi maktab, qo'shimcha ish joyi esa kechki kurs yoki boshqa tashkilot. Bunday holatda qaysi davr qanday hisobga olinadi, daromadlar qanday aks etgan, bu masalalarni mutaxassis bilan tekshirtirish kerak. Har bir qo'shimcha ish avtomatik ravishda pensiyani 2 barobar oshirib yubormaydi. Lekin rasmiy daromad va to'lovlar umumiy hisob-kitobda ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat hujjatlardagi ism-sharif yozilishi. O'zbekistonda lotin va kiril yozuvlari, pasport almashinuvi, eski hujjatlar, ruscha yozuvlar sababli bir odamning ismi turlicha yozilib qolgan holatlar ko'p. Masalan, Xolmatov kabi farqlar uchraydi. Mutasaddi idora bu bitta odam ekanini aniqlashi kerak bo'ladi. Agar farq katta bo'lsa, qo'shimcha hujjat yoki sud orqali faktni belgilash talab qilinishi mumkin. 6-nozik jihat. Berilmagan, mening qo'shnim shunday qilgan ekan degan gapga ishonib qaror qabul qilmang. Har bir odamning holati alohida. Birovning staji boshqa, maoshi boshqa, hujjati boshqa, oilaviy holati boshqa. Bir odamga kerak bo'lgan hujjat sizga kerak bo'lmasligi mumkin yoki aksincha. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l o'z tumaningizdagi pensiya bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali aynan o'zingizning ma'lumotlaringizni tekshirtirish. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, uyda bor hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, eski ish haqi ma'lumotnomalari, mehnat shartnomalari. Buyruq nusxalari bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Hujjatlar tarqoq bo'lsa eng kerak paytda topilmaydi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangiz sahifa tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha 3 ta narsaga qarang. Ishga kirgan sana bormi? Ishdan bo'shagan sana bormi? Muhr va imzo bormi? Tashkilot nomi to'liq yozilgan, buyruq raqami bor yo'qligini ko'ring. Agar biror joy tushunarsiz bo'lsa, hozirning o'zida o'sha tashkilot yoki uning huquqiy vorisi haqida surishtiring. 3-qadam, eski ish joylaringiz ro'yxatini tuzing. Qaysi yilda qayerda ishladingiz? Lavozimingiz nima edi? Tashkilot qayerda joylashgan edi? Hozir u bor yoki yo'q? Rahbar yoki kadrlar bo'limidan kimni izlaysiz? Hammasini yozib chiqing. Bu oddiy daftar yozuvi keyinchalik arxivga murojaat qilishda juda yordam beradi. Chunki arxiv xodimi ham aniq yil, aniq tashkilot nomi. Aniq hudud bo'lmasa, hujjatni tez topa olmaydi. 4-qadam, davlat xizmatlari markaziga yoki pensiya bo'limiga murojaat qiling. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri savol shunday bo'ladi. Mening ish stajim va pensiya uchun zarur ma'lumotlarim bo'yicha oldindan tekshiruv o'tkazib berishingizni so'rayman. Qaysi davrlar bo'yicha qo'shimcha hujjat kerakligini yozma yoki tushunarli shaklda ma'lum qiling. Shunday desangiz, masala aniq qo'yiladi. Faqat pensiyam qanchacha bo'ladi deb so'rash yetarli emas. Avvalo staj va hujjat to'liqligi tekshirilishi kerak. 5-qadam, arxivga murojaat qilishdan qo'rqmang. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga so'rov bering. So'rovda ism-sharifingiz, tug'ilgan sanangiz, ishlagan tashkilotingiz, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz va nima kerakligini aniq yozing. Masalan, 1990 yildan 1996 yilgacha falon tashkilotda ishlagan davrim va ish haqim to'g'risida arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman. Qancha aniq yozsangiz, javob olish shuncha osonlashadi. 6-qadam. Hujjatlardagi xatolarni hozir tuzating. Familiya noto'g'ri yozilgan bo'lsa, tug'ilgan sana mos kelmasa, otasining ismi boshqa ko'rsatilgan bo'lsa,
Buni keyinga qoldirmang. Bunday masalalar ba'zan FHDY orqali, ba'zan arxiv ma'lumotnomasi orqali, ba'zan sud orqali hal qilinadi. Men bitta narsani aniq aytaman. Pensiya yoshiga yetgan kuni bunday xatoni tuzatish ancha qiyin va asabiy bo'ladi. Vaqt borida qilingan ish eng foydali ish. 7-qadam elektron xizmatlardan foydalaning. Agar may, Kokokov, uz yoki boshqa rasmiy platformalarda shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirish imkoniyati bo'lsa, undan foydalaning. Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda bo'lsin. Elektron raqamli imzo kerak bo'lsa, uni rasmiy tartibda oling. Farzandlaringizdan yordam so'rang, lekin parol va shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga bermang. Hozir hujjat masalasida firibgarlar ham ko'paygan. Pul bersangiz pensiyani oshirib beraman degan gaplarga ishonmang. 8-qadam. Agar siz hali ham norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiylashtirishni talab qiling. Ish beruvchidan mehnat shartnomasi, rasmiy ish haqi, soliq va ijtimoiy to'lovlar masalasini so'rang. Bugun qo'lga ko'proq pul olayotgandek tuyulishi mumkin, lekin ertaga pensiyada yutqazishingiz ehtimoli bor. Rasmiy ish faqat bugungi maosh emas, kelajakdagi huquq hamdir. 9-qadam. Barcha hujjatlardan nusxa oling. Asl hujjatlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun skaner qiling yoki telefon orqali sifatli suratga oling. Lekin shuni unutmang. Ko'p holatda asl hujjat yoki rasmiy tasdiqlangan nusxa talab qilinadi. Surat faqat zaxira uchun foydali. Papkangizda asl hujjatlar alohida, nusxalar alohida tursin. 10-qadam. Yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p ota-onalar elektron tizimlarni yaxshi bilmaydi. Davlat xizmatlariga borishga tortinadi. Arxiv so'rovi yozishni bilmaydi. Farzand sifatida siz ularga juda katta yordam bera olasiz. Otangizning mehnat daftarchasini ko'rib chiqing. Onangizning familiya o'zgarishi bo'yicha hujjatlarini toping. Eski ish joylarini yozib bering. Bu faqat qog'oz ish emas. Bu oilaning kelajakdagi barqaror daromadiga ta'sir qiladigan masala. Demak, 1975 yilgacha tug'ilganlar uchun asosiy xabar shuki, pensiya va ish staji masalasini oxirgi kungacha qoldirmang. 25 avgustdan keyingi muhim jarayonlar shuni ko'rsatadiki, elektron ma'lumotlar, rasmiy hujjatlar va arxiv tasdiqlari tobora katta ahamiyat kasb etmoqda. Kimning hujjati tartibli bo'lsa, u xotirjam bo'ladi. Kimda xato, bo'shliq yoki yo'qolgan ma'lumot bo'lsa, hozir harakat qilsa keyingi muammolarning oldini oladi. Men sizga maslahat beraman, bugunoq mehnat daftarchangizni oling, hujjatlaringizni tekshiring. Kerak bo'lsa davlat xizmatlari markazi yoki pensiya bo'limiga murojaat qiling. Yaqinlaringiz orasida 1975 yilgacha tug'ilganlar bo'lsa, ularga ham bu ma'lumotni yetkazing. Bitta vaqtida qilingan tekshiruv keyinchalik oyma-oy olinadigan pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Sizda bu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi yilda tug'ilgansiz? Qaysi davrdagi staj bo'yicha muammo bor? Qaysi hujjat yetishmayapti? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu xabarni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Bu ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z huquqini yaxshiroq himoya qiladi.